Assalomu alaykum yurtdoshlar, bu yana men Ibrohimjon. Bugun sizlarga Imtiyoz Plus tarafdan taklif etilayotgan NRE proyekti qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Video davomida bu proyektda joylashgan lokatsiyasi, beradigan qulayliklari, narxlari, uylarning planirovkalari, shunga o'xshash bir qancha qisqacha ma'lumotlar berib o'tamiz. Kanalimizga a'zo bo'linglar, savollar bo'lsa aloqaga chiqinglar. Xo'p, kelar birinchi lokatsiyasini ko'rib o'tamiz. Mana bu Dubay xaritasi, o'zinglar biladigan Dubay aeroporti, Downtown, Palm Marina, mana bu yerda Al Maktoum aeroporti. Biz aytayotgan proyekt Dubai South, ya'ni Janubiy Dubay rayonida joylashgan. Ko'rayotganlaridek Al Maktoum aeroportiga 5 daqiqalik yo'l, marinalariga o'rtacha 20 daqiqalik yo'l, Downtownga o'rtacha 30 daqiqalik yo'l va Dubay aeroportiga 40 daqiqalik yo'l. Xo'p, joylashuv jihatdan hozirdagi sentrlarga uzoq tuyulishi mumkin, lekin 2030-yildan Dubayda asosiy aeroporti Al Maktoum aeroporti bo'lib o'zgaradi va avialiniyalar shu yerdan faoliyat olib boradi. Va bu atrofdagi uylarda va rayonlariga bo'ladigan talabni oshiradi, chunki aeroportda o'zidan bir qancha odamlar ishlashadi va boshqa. Xo'p, ko'rayotgan proyektimiz mana shu joyda joylashgan. Ko'rayotgan Expo Road, mana bu Emirates Road'da tutashgan joylari. Biz aytgan proyekt mana shu joyda joylashgan. Mana NRE proyekti mana shu joy. Xo'p, binoda o'zi mana shunday holatda tushadi. Taxminan mana shunday holatda tushadi. Proyekt katta bo'lmagan proyekt. 170 ta kvartiralardan iborat bo'ladi va bir qancha qulaylar taklif etadi. Xo'p, binoda o'ziga aytadigan bo'lsak, bitta podvalidan, ground floordan va 9 ta etaj va rooftopdan iborat bo'ladi, ya'ni tomdan iborat bo'ladi. Qulayliklar birinchi etajda va rooftopda bo'ladi. Va har bitta uyda o'zining parkovkasidan iborat bo'ladi. Xo'p, bu mana shu ground floorda ko'rinishi, ko'rayotganlarga asosiy kirish qismi mana shu yerdan bo'ladi. Mana bu yerda commercial space, ya'ni magazin aytadigan bo'lsak, mana bu yerda kirish, yaqinlashtiramiz. Va buni bu yerdan asosiy kirish, mana bu yerda reception, kutish zonasi va mashinalar yig'ilib o'tiradigan joydan iborat bo'ladi. Xo'p. Bu proyekt shunday holatda bo'ladi. Ko'rayotganlaringiz mana birinchi etajdagi qulayliklarni yaqinlashtirib ko'rsatamiz. Birinchi etajda ko'rayotganlaringiz asosiy basseyni, bolalar basseyni, ya'ni sport zal, erkaklar va ayollar uchun alohida kiyim almashtirish zonalar. Mana bu yerda park desagan bo'lardi, o'rtasida fontani bo'ladi. Va mana yerda yig'iladigan, mashinalar yig'ilib o'tiradigan joy, bolalar o'yingohi va bu yerda ham tashqarida dam oladigan joylardan iborat bo'ladi. Va bu yerda ham shunday o'tiradigan joylari va ham yashil zonalardan iborat ko'rganlaridek. Va rooftop, ya'ni tomida qulaylar bo'lgan bu yer va bu yerlar barbekyu zonalar, ya'ni barbekyu qiladigan joylari, o'tirib dam oladigan joylar va kinoteatrdan, ochiq kinoteatrdan iborat. Mana shunday holatda bo'ladi. Ko'rayotganlaringiz, men aytganimizdek, mana parkka o'rtada basseyn fontanlardan iborat bo'ladi. Ko'rdim basseynlarni ko'rtirganlar, basseynlari, bolalar basseynlari va boshqalar. Chiroyli ishlangan, deyarli qulaylardan iborat. Mana kinoteatrlar qanday bo'lishi. Xo'p, mana bu reception qanday bo'lishi. Ko'rayotganlaridek, shu yashil zonalari va boshqalardan iborat bo'ladi. Mana club house'lari. Xo'p, kvartiralarga keladigan bo'lsak, studiolar 1 bedroom va 2 bedroomlardan iborat. Xo'p, bunda studioda planirovkasi bilan kirish, kirganda sanuzil, oshxona, zal va balkondan iborat bo'ladi. Buni 1 bedroomniki. Xo'p, 1 bedroom va 2 bedroomli kvartiralarning hammasini qo'shimcha xonasi bor. Yerdan kirish, kirganda mana 10 metr sanuzil. Va mana bu yerda endi maid's room deyiladi. Endi bu qo'shimcha xona. Xohlasalar bolalar xonasi qilishlari mumkin, kutubxona qilishlari mumkin, ofis qilishlari mumkin, qaysi biri o'zlariga qulay bo'lsa. Xo'p, mana yerda oshxona, zal. Xo'p, mana bu yerda yotoqxona, o'zining sanuzili va garderoblari bilan birga va balkondan iborat bo'ladi. Xo'p, mana bu endi 2 bedroom edi planirovkasi, ko'rsatgan bo'lsak. Mana bu yerdan kirish, kirganda oshxona, mana katta zal. Mana bu yerda maid's room, yordamchilar xonasi, o'zining sanuzili bilan birga. Mana bu yerda bitta yotoqxona, o'zining sanuzili bilan birga va mana yerda ikkinchi yotoqxona, o'zining sanuzili bilan birga. Mana bu yerda umumiy sanuzildan iborat va balkondan iborat bo'ladi.
Xo'p, joylashuvga qarab planirovkalar sal boshqacharoq bo'lishi mumkin, lekin hammalarida shunday holat takrorlanadi. Xo'p, uylari shunday holatda topshiriladi. Ko'rayotganidek, mebellarsiz oshxona anjomlari bilan birga. Xo'p. Quruvchi juda ham yaxshi topshirmoqda, uylari juda ham sifatli. Proyekt o'zi ham o'sayotgan rayon, potensiali bor. Xo'p, umuman aytadigan bo'lsak, 170 ta kvartiradan iborat bo'ladi. Topshirilish 2028-yilda oxirlarida, boshlarida belgilanmoqda. To'lov oplatasi 60 ga 40, ya'ni 60% qurilish davomida, 40% qurilish davomida 60% qurilish davomida, 40% uy topshirilayotganda, xo'p, studiyalar sotilib bo'lgan, boshlang'ich 1 bedroomlar 1,2 million dirhamdan boshlanmoqda. Xo'p, proyekt haqida qisqacha ma'lumotlar shu. Sizlarga yoqdi degan umiddamiz. Kanalimizga a'zo bo'linglar, savollar bo'lsa aloqaga chiqinglar. Rahmat katta.